Bugun sizlar bilan o'sha Islom har doimdek bugun Minecraftda Titanic modini o'tkazgandim. Endi sizlar bilan birga obzor qilamiz. Qanaqa ekan? Yaxshimi, zo'rmi, yomonmi? Sizlar necha ball berishinglar kommentariyaga kalla qo'yib yozib qo'yasizlar. Men esa o'zim shu videoda hammasini tushuntirib o'taman. Hammasi to'g'rilandi. Qani ketdik. Bu videoga har doimdek like kalla, obunaga musht qilib qo'yasizlar. Chunki tezroq 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Men ko'rgunimcha kimdirlar like bossin, kimdirlar YouTube'imizda yangi obunachi bo'lsanglar, obunani ham bosib qo'yinglar. Kirilyapti. Ozgincha vaqt oladi. Если что, endi tezroq biz ham YouTube kanalida ko'tarilishimiz kerak. O'zi Minecraft haqiqiy Minecrafterlar bo'lsa, bu videoga like bosadi. Haqiqiy PUBG'chilar bo'lsa, ya'ni PUBG'erlar bo'lsa, bu videoga obuna bo'ladi. Kun timer boshlanadi. Mana kirib oldik почти. Juda ham ko'p vaqt oldi kirishga. Ana Titanicning tuxumi. O Titanic tuxumdan chiqqan sizlarga savol. Yo-mayo. Endi Titanic daraxtlar ustida suzib o'tmasa kerak ketdik. Bechara Titanicni qiynamaylik. Bo'lmasa ham Titanic bilmasam nimadir bo'lib qoladi. Ustiga chiqaylikchi. Qani ustiga turaylikchi. Ustiga turib bo'lmas ekan. Bunisi endi yomonga, yaxshi emas. Titanicning ustiga turaylik desak, tushib ketsa nima bo'ladi? Faqat haydashga o'tirib bo'lar ekan. O'tirishiga ham mayli, ham meni zo'r qilib yasagan ekan. Bunga men hozircha 3 ball qo'yib turaman. Sizlar har doimdek kommentariyaga yozib qoldiringlar fikringlarni. Mana shetlar muz. Normalniy suv joyi yo'q ekan. Mana shu yerda Titanicimizni sinab ko'ramiz. Bo'ldi o'tirdik. Ana muzga urilamiz. Titanic muzga urilganda cho'kkan. Yurmayapti Titanic. Agar bu video 5 ta like yig'sa, Titanic kemasini modini Minecraftga qo'shib, ya'ni o'tkazib video qilaman. Agar biladiganlar bo'lsa, Titanicni ha deb kommentariyaga bosib qo'yinglar. Yozib qoldiringlar. Yaxshiroq suvli joy yo'q ekan. Ana Titaniclar. Bu Titanic o'zi ikkiga bo'linar ekan. Adashmasam, yo'q, betmas. Maystidan taxminan shetlardan ikkiga bo'lingan. Bu endi sal yaxshi emas. Suv yog'ligi bo'lgani uchun u maytga suv bor ekan, normalniy sal katta bo'lsa ham. Qolgan suvlarni o'zimiz tinki bilan portlatib, qolgan muzlarni. Bu ikkiga bo'linar ekanmi? Qani ozgincha kutib turaylikchi. Titanicimiz
Qani? Ana muzga urilyapti bechara Titanik. Mana ko'rishingiz mumkin. Qani haydab ko'raylik ozgincha. Qani endi o'tirish tugmasi ana. Ana. Hozir betni tintilar bilan ozgincha portlatamiz. Mana shu yerni chunki ozgincha yur bo'lishga qilish kerak. Mana har doimdek bizni yong'irgich nimalar deb tashyapti. Mana shular uxlash kerak. Mana shu yerlar endi ham qilish kerak. Mana betni portlatib yuboramiz. O'zim betlarni portlatishim kerak edi. Mana tezroq portlasa biz ham haydab ko'rardik Titanikni. Kim Titanik kinosini ko'rgan bo'lsa like bosadi. Ko'rmaganlar obuna bosadi. Mana ekan Titanikimiz. Men o'ylashimcha naroda. Mashinani sindirib tashlasak. Titanikimiz hozir ikkiga bo'linadi-yu. Bunaqa qimirlashi bilan. Yoki ikkiga bo'linish vaqti keldimi? Agar ikkiga bo'linsa zo'r bo'lardi, ko'rardik. Hammaga qiziq, chunki Titanik ikkiga bo'linishini ko'rish. Ana. Menimcha vaqti keldi Titanikga. Ikkiga bo'linadigan. Titanikga nimalar bo'lyapti? Suvda yursa kerak. Ne o'tirmayapti endi bossak, bo'ldi o'tirdi. Sal oldiroqqa kelib, yuryapti sekin. Boshida yurdi ozgincha, chunki muzga tiqilgan. Titanik ichida Titanik hozir cho'kyaptimi? Nimalar bo'lyapti Titanik bilan? Menimcha cho'kyapti-yu sekin. Hech qilib cho'ksin-da, chunki qiziq bizga cho'ksa. Chunki ko'rishimiz kerak. Mana. Titanik qattiq yo'q bo'ldi. Hammalarga xayr, sizlar bilan islom bo'ldi.